Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum azizlar. Sizlarga bitta narsani ilishmoqchiman. Buxorodamiz, Chorbakir ziyoratgohidamiz, masjidamiz. Vaqtlaringizni ko'p olmaymiz. O'zbekistonni tarixida ilmdor insonlar qanday bo'lgan degan savolga bitta javob bermoqchiman-da. Bir go'zallik bor azizlar. Bu tarafimda turgan bino masjid. Bu tarafimizda turgan bino ham masjid ekan. Ya'ni buyuk zot ustozlarga qilgan masjid, lekin buni o'rtasida bitta madrasa bor ekan azizlar. Bu madrasaning nomi Yakshaba qorilar madrasasi ekan. Bu nima degani desa, yak degani bir, shaba degani kecha. Ya'ni bu joyda chiqqan qorilar bir kecha kunduzda xatmi Qur'on qilar ekan. Bir kecha kunduzda xatmi Qur'on chiqqan qorilarni so'ng Buxoro sharifdagi masjidlarga imom qilishar ekan. Bo'lmasa imom qilishmas ekan. Ko'ryapsizmi? Bir kunda bir kechada Qur'oni Karimning 30 parasini qiroat qilib beradigan qorilar yetishib chiqqan madrasa o'zimizning diyorda bo'lgan ekan azizlar. Salomat bo'lasizlar, obuna bo'lasizlar.